Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, xonadonlaringizga fayz baraka, o'zlaringizga tinchlik, xotirjamlik tilab, bugun 2025-yil 11-may hafta kuniga yakshanba, soat mana 18:30 bo'lyapti ekan. Toshkentga Sergeliga 2 kvadrat chuvalchang jo'natyapmiz. Mana chuvalchanglarga banan korobkalarga solib qo'ydik. 4 ta banan korobkaga mana salqin joylardan oldik. Chuvalchanglarni boqayotgan joylarimiz shu yerlardan mana 4 korobka joylab tayyorlab qo'ydik. Soat 18:30 bo'lsa, soat 21larga, soat 9larga Toshkentga jo'natib yuboramiz Sergeliga bu chuvalchanglarni. Bu mana hammasini to'ldirib qo'ydik. Bular endi bu zapasga. Mana bunda ham zapas, bunga ham zapas. Ikkoviga shuni joylaymiz. Chuvalchanglarimizni hozir zichliklarini ko'ramiz. Mana qanday ketyapti bular, mana shunday ketishyapti. Mana shu holatda ketishyapti. Bu mana to'ldir. Bu yer mana to'lgan. Endi buni ustiga bu zapas qilib qo'ygan joyimizdan bundan solamiz mana. Tuxumlari bilan. Buni mana bunga solamiz mana. Yana ham to'ldir qilamiz. Banan korobkani. Tepasiga mana bu chuvalchanglarni tepasiga joylaymiz yana mana. Tuxumlari bilan mana tuxumlari ko'rinayotgan bo'lsa, juda a'lo darajada ketyapti mana. Juda zo'r. Mana shu holatda ketadi mana. To'ldirib qo'ydik mana. Endi bunisiga olamiz endi. Bunisiga ham shu holatda mana joylaymiz mana. Mana shu holatda ketyapti. Alisher akaga Sergeliga. 3-chi korobkamiz mana. Bunga ham joyladik mana. Mana shu holatda ketyapti. Zichliklari juda yaxshi.
endi to'rtinchi korobkamizga ham joylaymiz. Shu holatda solamiz mana. Bundan olamiz. Yani bundan olamiz, bu yoqqa solamiz mana. Bu yerdan olamiz. Bunga solamiz. Mana. Mana joylab bo'ldik. To'lovi ham bir xil bo'ldi mana. Juda zichliklari ham juda a'lo darajada bo'ldi. Hali jo'natyapti, yana bir video qilamiz. Mana 4 korobka chuvalchangda kulab qo'ydik. Kobaltni orqasiga sig'di mana. Xudo xolasa hozir ketadi, ertamanga xudo xolasa yetib boradi. Sergeliga ketyapti.